Assalomu alaykum rahmatulloh azizlarim, sog'misizlar, omonmisizlar, charchamasdan. Akalar, biz sizlarga haligi obyektimizni ko'rsatmoqchiman. Mana. Hozir bu turibdi to'xtab. Inshaalloh bolalarimiz dakmet qilib olsa, keyin boshlaymiz. Hozir ofitsialniy ishlarlarda biz dakmet nima qilmayapti, shunga to'xtatib turibmiz. Chola-picha tomlarini yopib, nima tayyorlab qo'ydik. Devorlarni bekitib. Mana. Shuna qilib qo'ydik. Xudo xolos qo'ldan kelganicha. Endi hozir bolalarimiz dakmetni olishiman. Sirazi chola turibdi hali. Qilingan yo'q. Shunday mana. Tomini yopib va ozgina boshlab qo'yganmiz. Ichi hali turibdi, shkaturkalari. Ishimiz ko'p hali bu yerda. Achinga hozir bu yerda ancha qiyin bo'lib ketdi dakmet masalasi bo'yicha. Oldin bemalol bezakmet ham ishlasa bo'laverardi. Hozir firmalar ham bezakmet olmay qo'ydi. Chunki ularga ham katta shtarab solyapti. Ashunga hamma qonunan dakmetalni ishlash kerak bo'lyapti. Yani chun bu turibdi. Xudo xolasa boshlaymiz. Dakmetlar. Bugun bolalarimiz hammasi medkomissiyadan o'tgani ketishgan. 17-kuni ekzamindan o'tgani borishadi. Registratsiyalarni olishdi. Sindirib olibdi. Shunaqa ishlar. Dakmet bitguncha mayda-chuyda edi bu yerda. Kichikroq ishlar qilib yuruvdik-da. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab turinglar, inshaalloh. Mana shu domlar polni fasadlarini, ichlarini, shuvalarini qilib yashaydigan qilib egalariga topshiramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Shu shekilli.